Bir çoban bola padişahın kızını yaxshi ko'rib qopti. Shuni olaman debdi. O'rtoq aytdi, biz cho'ponmiz. Bu podshoh bizga qizini bermaydi. Bir juvonima bo'lib ketmagin debdi. Shu eshitadigan gap. Keyin bir ulug' allomadan borib so'raylik debdi. Borib so'ragan ekan, sen debdi, o'shaga yetishish uchun 40 kun Allah 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 deysan debdi. Ne shu yaxshi ko'rarkan Ali Karimaxon podshohning qizini o'sha shaharga bunday tog'li joy ekan borib o'sha yerda janobiyga o'xshab bir joyda tutib shu Allah Allah debdi-da, oxiri 38-39 kunga borganda vazirlar, nimalar kelib aytdi, taqsir shahrimizga bir avliyo kelgan. 40 kundan beri Allah Allah deydi. Bir narsa qilib shu kishini olib qolaylik. Bu shahardan ketib qolsa bo'lmaydi debdilar. Ha bo'pti bo'lsa bir katta bog'roqli falon joydagi hovlimni beraman debdi. Borib shunday, yo menga bu narsalar kerak emas debdi. U debdi, bu debdi, ko'p bo'ldi. Oxiri aytdi, Karima qizimni beraman debdi. Karimaxonni ham beraman debdi. Ali olaman deb yaxshi ko'rgan, muhabbat tushgan qizni. Karimaxon ham kerak emas debdi. Endi shu Allah Allah men shu Karimaga yetish uchun aytuvdim. Xudo shuni yetkizdi. Allah uchun o'ziga aytganda nima bo'lardimikin degan ekan. Allohni o'ziga Allah uchun aytmadim men. O'sha Karima uchun aytdim. Shuni Xudo menga berdi. Shunday katta davlatli podshohning qizini. Endi bildimki Allah deyishim kerak ekan. Allah uchun aytganda Allah menga ikki dunyoni baxt saodatini berdi. Shuning uchun siz mana ulug' shayxlarda orqalarida qancha tariqat pirlarini etagini tutib boshqa qilib hidoyat topgan odamsiz. Men hali Quloji Ahmad Yassaviy hazratlari 63 yoshida yerga kirib ketib, payg'ambarning sunnati men yorug' dunyo menga harom deb yerga kirib ketganlarida shu olim ulamolarda, bilimdonlarda aytishicha 125 yil umr ko'rgan ekanlar. 63 yildan keyin yana qancha umrda Alloh bergan. Shunga o'xshab janoblari ham Allah Allah degani mana bu uyingizdan manetdan mana ularni oling. Bizni olib ichidan chiqadimi? Ha, dunyo ko'zini, dunyo odamlarida zarurat bo'lib qolganda chiqilar ekan, bo'lmasa kun ichida Allah Allah degan kirib ketasizmi? İnşallah. Va Xudoy taolo shu yerga kirganda duo qiling. Bu joylaringiz, chillaxonalaringiz muborak bo'lsin. Aziz insonlar, bu oson ish emas. Mana shuncha joyga kirib hozirgi zamonda hamma yo'ldan bezib boshqa qilib Allah degan eranlar, haq yo'lida eranlar. Barakallah. Allah Allah Rahmonim, tanamda jonim mehmonim. Allah Allah deb yursam yo'qdir mening armonim degan ekanlar bugungi ulug'larimiz. Shu yo'lda tanlabsizda. İnşallah. Bizni orqangizdan biz ham shuni qilib qolaylik.